guruch yesangiz oshqozoningizga botadi. Sabzini yesangiz tez hazm bo'lib ketadi, och qolasiz. Mana shunday qilamiz. Yaxshimi? Paxtalarimiz, dehqonchiligingiz yomon yaxshimi? emas. Allohga ming qilishga yomon emas. Hay deb o'tib buni paxtani pishiryapmiz. Qarab o'tiribman-da. Amma kecha suvdan chiqardik bu. Yengil suv beramizda. Xitoy navlarida bu. Xitoy navlari sal biz mahalliy navlarga u yog'idan 2 sutka, bu yerda 2 sutka qo'ysang ham yol suvga to'ymadim deydi-da. Mahalliy navlarda. Bu Xitoy navlarida 2 soat suv qo'ysang bo'ldi-da. Mahalliy suvda bir oyda bir marta qo'ysang ham chidaydi. Bularda 10 kunda bir aylantirmasang chidamas ekan. Ildiz sistemasi yuzoroq bo'lsa kerak. Buni ildiz sistemasi yuzoroq. Yuqoriroq bitta o'qtomi shunday ketar ekan, atrofi hammasi haligi yon ildizlar bo'lar ekan. Ya'ni otiq ildiz desam noqulay, yon ildizlar o'shanga bo'lar ekan. Shu bakoviga ketar ekan, ko'proq yonga ketar ekan, yonga. O'sha tomchilatib sug'orishga ham zo'r mos tushadi. Tomizgichlar orasi qanaqa, necha santimetr? 25, 30. 30. Suvni 2 litr beradimi suv? Shu atrofda bersa kerak endi. Shu atrofda beradi. Endi shu turban atrofidagilar, yaqin joydagilar orcha suv ichib qo'yapti-da, etagiga suv qolmayapti. Yetib to'liq, masalan, turbani atrofidalar 2 litrdan oshiqroq tomsa, u etagi 1 litr, 1,5 litr atrofida to'mayapti-da, shunga o'xshamayapti. Hatto tash bo'lib qoladi. Turban oqim qarshiligi ham borda, oxiriga kam suv yetib boradi-da baribir. Masalan, endi baribir shuncha davlatni o'rgatardi ham baribir qarshiligi bor-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Qancha masofa uzoqlashaversa, shuncha bosim kamayaveradi-da. To'g'rimi? To'g'ri. Ana shunga endi Xitoyliklar bunaqa qilmas ekan. Xitoyliklar ko'rdikda, bir ikkita joyda qilib berdi, qarasam, 80 metrga ana shlanglar chiqdi hozir. Nima deydi? Binas shlangi der ekan bunlar. Ustidan traydiraman o'tib yuraveradi. Layfet shlang. Layfet. Kultivasiya ham qilaverasan, hammasini qilinaveradi-da. Zo'r narsa. İbrahim tashib kelasanmi? Ham ham choqilamiz biz ham. Dalaga boramizmi? Yuringlar. Qanaqa endi? Yomon emas, yaxshi mana bu. Hosili ham mana bu. Ko'ryapsizmi mana? Ko'sak ham yirik boshqalarga nisbatan. Ko'ryapsizmi? Oq basharasi ko'paydi lekin. Endi oq bashar bo'ladi, tabiiy dala sharoitda. Ko'sak ham yirikda. Haligini saqlar ekan buni. To'g'ri uzoqroq ta'sir qilib turar ekan. Shona to'kishlar yo'q. Yo'q, bunda bo'lmadi. Shona to'kishlar yo'q mana. Bunda bo'lmadi. Marjallarda bo'ldi, bunda bo'lmadi. Bunda bo'lmadi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Endi maydalarni hisoblamadi. Yo'q, hisoblama. Barakasini bersin. Rangi zo'r. Rangi tiniq. Odamlar bilan tozalab chiqyapti. Defilasiyaga tayyorlayapmiz-da. Defilasiya qilamiz endi. Hatto bu yoqqa suv qo'yib kelyapti. Yengil suv. Yengil suv. Xitoy navi bu? Xitoy navi. Mana shu ekstrafers. Ekish paytida 200 kilogramm berdik. Keyin ochar bilan yana 200 kilogrammdan berdik. Ochar bilan silitra ham aralashtirib berdik. 200 kilogramm silitra, 200 kilogramm ekstrafers berdik. Yaxshi ekan, dori yaxshi ekan. Effekti yaxshi berdi lekin. Taxtdan to'q tutdi-da taxtdan. Ham ko'saklar boshqa dalaga nisbatan sal yirikroq. Yirik. Hali suv berganmiz, suv bersak yana ham yiriklashadi. Mana ko'ring, yirik. Mana. Ustidagi ham yirik. Ustidagi ham yirik. Ustidagi ham yo'q. Boshqa dalalarda maydaroq. Mana ko'ryapsizlarmi mana? Ustidagilari ham yirik. Usti ham yirik-da mana. Hali suv bergandan keyin yana ham ko'taradi. Mana bugun kechqurun suv beramiz. Yana ham ko'taramiz. Yirikda bor, ko'ryapsizmi? Yirik. Boshqa dalalarga anachilik ko'rsataman, maydaroq. Bu yirikroq. Birinchi o'rinda dehqonchilikda ekkandan keyin ko'chatni zo'r shakllantirib olish birinchi rol o'ynaydiganlar. Xitoy paxtalarida ko'chat bo'lish kerak ekan, ko'chat bo'lmasa. Ko'chat zo'r shakllangan nima degan? Ko'chati zo'r. Ko'chat. Holati juda zo'r. Lekin yaxshi dori ekan. Umuman biror dona shona tashlash ko'rmadim. Biror dona shona tashlamagan. Yo'q. Eng uchidagi mana ko'saklari mana, eng uchidagi mana. Ko'rasiz kattaligini. Xitoy navi managa. Bitta shoxdagisi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta. 9 ta ko'sagi bor. Bir dona shoxini o'zi. Unaqa shoxdan bu yerda endi 7-8 ta bor. Endi yana bir xususiyati bu dorini
paxtani ekinni to'q tutib turar ekan, uzoq muddat to'q tutib turar ekan. Masalan, siltira 10 kun to'q tutadi-da, keyin kuch ketib qoladi-da. Bunda unaqa emas ekanda. Bunda ham siltira bir hafta kuch bergan bo'lsa, bu bir oy, 1,5 oy kuch berib turar ekanda, me'yorida berib turar ekanda. Yaxshi ekan, shunisi yaxshi ekan. Demak, buni olish kerak, solish kerak ekanda. Qo'rqmasdan. Go'shtni xomlayni yeb bo'lmaydi. Mo'dazga uradi. Guruchni yesangiz oshqozoningizga botadi. Sabzini yesangiz tez hazm bo'lib ketadi, tez och qolasiz. Bu oshda bu. Ham to'q tutadi. Har taraflama foydasi bor. Yaxshi ekan. Bu MPK osh bu. Osh ekan. Bu zamonaviy o'g'itga o'tish kerak ekan. Olimdoda endi dehqonlarga, yangi shug'ullanayotganlarga mana nima maslahat berasiz? Buni shonasini biror dona shona to'kilganini ko'rmadim siz dalazda. Shonasini to'kmaslik uchun qanaqa agrotexnik tadbirlar qilish kerak? Qanaqa o'g'itlarni berish kerak? Nima qilish kerak? Endi shonasini hosilini to'kmasligi uchun yoshligidan parvarishga ahamiyat berish kerak edi. Oziqlantirish ishlariga, mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish ishlariga. Ayniqsa zamonaviy MPK o'g'itlar bilan oziqlantirish. Undan keyin har xil bir shu o'simlikni rivojlanish fazasiga qarab beradigan subsidiyalar bor. Shularni shu vaqtida bersa, vaqtida oziqlantirsa, vaqtida suvini qo'ysa, mana shu shonasini to'kmaydi. Shona to'kilmaydi. Buni faqat Xitoy paxtalarini birinchi navbatda ko'chat sonini to'g'irlash kerak ekan, ikkinchisi ovqatni berish kerak ekan bunga, ovqat. Ovqati nima? Mineral o'g'it. Keyin suspenziyaga e'tibor berish kerak. Suspenziyaga juda yaxshi ko'rar ekan suspenziya. Ayniqsa fosforli kaliyli o'g'itlarni yaxshi ko'rar ekan. Keyin shu bor elementi bor, bor o'g'iti, uni berish kerak ekan. Keyin temir moddasiga ahamiyat berish kerak. Temiri ko'p mikroelementlardan berish kerak. Tarkibida temiri bor mikroelementlar berish kerak ekan. Rivojiga qarab, rivojlanish fazasiga qarab berish kerak ekanda. Bu yoshligida fosfor talabmi? Fosforli tarkibida fosfori ko'p suspenziyalarga ahamiyat berish kerak ekan. Masalan, hosilga o'tirdi, kaliyga talab oshyaptimi? Demak, tarkibida kaliysi ko'p suspenziyali o'g'itlardan berish kerak ekan. Sepish kerak, oziqlantirish kerak. Shunga ahamiyat berish kerak ekan. Shunda boyaga shona gulini to'kmas ekan. Rahmat. Ana shu tavsiyam shu endi. Mana shu yoshligidan shu qorni to'q ishlatish kerak ekan, qorni to'q. Qorni to'q degan so'z boyaga ovqat. Ovqati nima? Buni mineral o'g'it, bargdan beradigan suspenziyalar. Shunga ahamiyat berish kerak. Shunda bu paxta yomon bo'lmas ekan. Xudo xolasa hosillari zo'r, barakasini bersin. Iloyim. Suv tagida mana suvni ko'p ichmas ekan. Yengil suv berish kerak ekan, yengil. Mana bizni mahalliy navlarga bundan ham qo'yasiz, bundan ham qo'yasiz. Bunda 2 sutka oqadi. Bunda 1 sutka oqardi mahalliy navlarimizda. Bunda mamada 1 sutka oqayapti, bo'ldi. Boshqa bo'lmaydi. Agar boshqa ko'proq beradigan bo'lsa, bu bashkilab ketar ekan. Shuning uchun yengil tez beralar ekanda mana. Mana bu pushta quruq. Mamada mana 1 sutka oqizdik, bunda 1 sutka oqizdik. Mana shu ahamiyati shu ekan Xitoy paxtalari. Tomchilatib sug'orish qilgan odam sifatida yangi dehqonlarga nima maslahat berasiz? Qanaqa? Endi nima qilish kerak? Tomchilatib sug'orish Xitoy navlariga qanday qilish kerak? Tomchilatib sug'orishda biz buni 3 yil, 1 yil, 4-yil bo'lyapti. Qilmoqchi bo'lgan dehqonlarga tavsiyam birinchi navbatda loyihasiga ahamiyat berish kerak. Loyiha. O'sha qaysi bir firma qiladimi yoki bir tashkilot qiladimi yoki bir korxona qiladimi, shartnoma tuzayotgan to'liq shu loyihasini dehqon tanishib chiqish kerak ekan. O'zini dalasidan kelib chiqqan holda loyihalashtirishda ishtirok etish kerak. Ishtirok etib, juda ahamiyat berish kerak. Iloji bo'lsa, oraliq masofani qisqartirish kerak. Oraliq masofa 300 metr, 400 dalaning uzunligi 400 metr bo'ladigan bo'lsa, oldingi paytlarda o'rtasidan bitta tashardida, ikki tomonga 200, bu yoqqa 200 bo'ladi. Shuni hisobiga ancha kamchiliklar ko'payib ketyapti-da. Endi bundan bu yoqqa 70-80 metr qilib, o'rtadan bo'lib qilsa yaxshi bo'lar ekan. Dalani bo'lib tashlash kerak. 70-80 maksimal 100 metr. Maksimal 100 ham og'irlik qiladi, ko'plik qiladi. 70-80.
eng ko'pi 80, eng kabi mayli 50 mi 60 mi bo'lsa, undan ham a'lo bo'ladi. Aha. Shu men tavsiyam shu. Nega qilish kerak? Tomchilab sug'orish qilish kerak. Xitoy, ayniqsa Xitoy paxtalariga yaxshi bo'ladi. Yaxshi, yengil sug'oriladi, ahamiyat beriladi. Yuqori hosil oladi, shona tashamaydi, gulini tashamaydi. Mevasini olgan mevasini tashamaydi. Ko'sagini tashamaydi. Fikrlarimiz rosa o'rinli bo'ldi. Bir necha yil oldin rosa teplitsa qurish bo'ldi-da. Teplitsa qurdirdi. Katta investitsiyalar ajratilgan, chet el davlatlar investitsiyalari. Shu teplitsani qurishda o'sha teplitsani ishlatadigan odamlar, agronomlar loyihasida ishtirok etmagan, shunchaki tayyor teplitsani kelib ishlatganda ko'p narsalarga tushunmay qolib, rosa zarar qildi teplitsadan. Qiyin bo'ladi. Mana shu tomchilatib sug'orishni ham loyihasida ishtirok etish kerak deyapsiz. Dehqon ishtirok etish kerak. Bu rosa o'rinli narsa. O'rganish kerak, ishtirok etish kerak. Dalani sharoitdan kelib chiqqan, ular o'zini manfaatini ko'zlab qiladi. Dehqon o'zini manfaatini ko'zlab qilish kerak. Ikkita manfaat bir-bilan to'qnashgandan keyin bir to'xtamga keladi-da. Agar shu quruvchi tashkilot o'z holicha qurib ketsa, boyagi dehqon qiynaladi. Ana muammo bo'ladi ertaga. Shu ekinni boshqaramay qoladi-da, boshqaramay qoladi. Bu Xitoy paxtalar ozgina ortiqcha suv ichdimi, ketdi u, boshqarib bo'lmas ekan buni. Ozgina ortiqcha suv ichsa. Shuning uchun deyapti, o'zingizni yeringiz sharoitidan kelib chiqib turib, loyihalashda ishtirok eting deyapti. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. U loyihalashtirayotgan firma o'ziga arzon tushadigan variantini qilib ketaveradi. Arzon tushadigan variantini qilib ketaveradi. Yeringizga mos tushadigan turini tanlashda ishtirok etishingiz kerak loyihalashda deyapti-da. Shu. Rahmat kattakon tavsiyalaringiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling yigitlar.